O'zbekistonda yangilik, endi bozordan mana shunday yelpig'ichlarni olish davri o'tdi akalar. Mana shunday polietilengdan bir qarishini shunday kesasiz va mana shunday materialga shunday tiqib qo'yasiz, bo'ldi, tayyor. Bozordan yelpig'ich 10 ming, 20 mingga sotib olishning umuman hojati yo'q. Akalar, dorizalarni optim arzon joydan so'raganlar uchun birinchi qo'l ishlab chiqarish joyiga yetib kelganmiz. Bu yerda har xil fasollari bor ekan, zamoglari ham o'ta nomer 1dan bo'lar ekan. Kraskasiga 2 yil, 3 yil garantiyasini berar ekan, o'chmaydi, ko'chmaydi, hech narsa bo'lmaydi, o'ta zo'rdan bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsak, 450 mingdan boshlanib 1 million 500 minggacha bo'ladi. Buning ichida dastavkasi butun O'zbekiston bo'ylab bepul, ustanovkasiga keladigan bo'lsak, Vodiy, Toshkent bo'ylab bepul bo'ladi. Operator ko'rsatib o'ting, mana har xil fasollari bor. Ekran pastga telefon raqamlarini qo'yib qo'yamiz, bemalol aloqa chiqarsizlar. Manzilimiz Namangan viloyati Jomolni aka Shuhratdan joylardan bo'lyapti. Bizni kanaldan chiqsalaring yana bittadan skidka qilib berishadi akalar. Ixtiroga bitta like bosib qo'yamiz. Bo'ldi.